Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Miras Fondi Cəmiyyəti 9 avqust Xitayda kəmçil bolğan əvzəlliklər sirləvlik maqala elan qıldı. Maqalada mundaq deyiladi. Xitay zo'ravonlik bilan dunyoga o'zining ta'sirini yeyib, millatlarni ekspluatatsiya qiladi. Şəxsi hüquq və egilik hüquqini təşəbbüs qıldı. Miras fondining 2021-yildagi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy taraqqiy qilayotgan davlatlarga g'oyat zo'r mablag' solgan bo'lib, 2005-yildan buyon chet elga solgan mablag'i 2 trillion dollardan oshib ketgan. Bu turlarning ko'pinchisi xalqaro o'lchamga to'shmagan va qonunsiz mablag' ishlatgan. Xitoy solgan bu mablag' Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bilet tashlashiga qo'llanildi. Xitoy, Amerika, Yevropa o'rtaq gavdasi va Yaponiyadan eshib dunyodagi nurg'ulg'an davlatlarning savdo sherikiga aylandi. Amerika Xitoyga bir yurish jazo yurgizdi. Chunki Xitoyda bizning negizlik afzalligimiz demokratiya, kishilarning va jamiyatning gullanishini ilgari suradigan asosiy erkinlik kamchil. Xitoyning fuqarolarning erkinligini bo'g'diganligiga doir dokladlar davomli ko'rilib turdi. Yaqinda Xitoy ma'rif tarmoqlariga bo'lgan kontrollikni kuchaytirib, ma'rif shirkatlarining foyda olishini chekladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligi eng vahshiy qilmishlarining biri. Bu xil qilmishlari uchun Xitoyni javobgarlikka tortish payti keldi. Ammo Amerika va boshqa g'arb davlatlari Xitoyning ta'siriga qarshi turish natijasida mustabid Xitoy harakatini ko'paytirish to'siqiga tushib qolmasligi lozim. Demokratiya, kishilik huquqqa hurmat qilish va iqtisodiy erkinlikka ahamiyat berish va chang turish bilan bir vaqtda Xitoy Kompartiyasining chirikligi va nupuzini oshkorlash demokratik davlatlarning mas'uliyati. Amerika shuni aniq bilishi lozimki, boshqa davlatlarning Xitoy bilan hamkorlashishi fuqarolarning kishilik huquqiga sistemlik daxl ta'riz qiladigan hokimiyat bilan hamkorlashishdan iborat. Amerika va uning demokratik ittifoqdoshlari alohida farqlanib turadigan qimmat qarshi va demokratiyaga ega. Kelar navbatlik Olimpik musobaqasi diktatura va irqiy qirg'inchilikni tabriklamdi. Beyjingda o'tkaziladigan tanarkat musobaqasi 2022 yil 2-oyning 4-kuni boshlanadi. Bu Xitoy xalqining Kompartiyadan rozi bo'lganligini isbotlamaydi. Xitoy Kompartiyasi xalqning noroziligini rahimsizlarcha bostirdi. Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Tayvanga texnik xatarlik harbiy pozitsiya qo'llandi. Hong Kongdagi demokratiyaga zarba berdi. Xitoy virusining kelib chiqishiga nisbatan tekshirishni rad qiladi. Mustabid hukmronlikni kuchaytirdi. Millionlagan kishilar azob chekadi. Ishtirok qilgan davlatlar, Xalqaro Olimpik komiteti va o'yinlarni qo'llovchi shirkatlar kishilik huquq tashkilotlari izlayotgan boyqutni nomuvofiq yoki behuda deb qarab rad qiladi. Boyqut qilish Xitoyning harakatini o'zgartmasmi, tanarkatchilar og'ir badal to'laydi. Amerika va demokratik davlatlar Olimpik tanarkat yig'inida ularni ayblashi lozim. Amerika shirkatlari irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan davlatda Olimpik tanarkat yig'inining o'tkazilishini qo'llamasligi lozim. Amerikadagi taratqular bo'libmi, o'yinlarning rasmiy taratqusi NBC Olimpik hikoyalarini emas, balki Xitoy to'g'risidagi butun haqiqatni xabar qilishda chang turishi lozim. Tanarkatchilar medal tarqatish murosimining oldi keyinida va uningdan keyin Xitoy irqiy qirg'inchilik yurgizgan xalq bilan ittifoqdoshlik ko'rsatish majburiyati bor. Har qanday hukumat va xalq va ya shirkat Xitoy hokimiyatining jinoyatini ulug'lashga sherik bo'lmasligi lozim. Yakshanba kuni necha o'nlagan Tibet, Uyg'ur va Hong Konglik faoliyatchilar Rockefeller markazlik davlatlik radio shirkati NBC studiosining New York tovar do'koniga kirib namoyish qilish orqali NBC'ni 2-oyda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini xabar qilmaslikka chaqirdi. Erkin Tibet o'quvchilari tomonidan tashkillangan faoliyat media magnati NBC'ni Beijing olimpik tantarbiya musobaqasi bilan hamkorlashmaslikka, irqiy qirg'inchilik o'yinlarini xabar qilmaslikka chaqirdi. NBC Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar, Tibet, Mongol, Hong Kongliklar va Tayvanliklar duch kelgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatini anglatadi. Har xil shirkatlarni inson haqlari dafsanchiligiga qarshi turishga, Beijing 2022 yillik olimpik tantarbiya musobaqasini boyqut qilishga chaqirdi. Erkin Tibet o'quvchilarining moslashtiruvchisi Nanzin Yongzun bayonotida Olimpiyat mash'ali Tokiodan Beijingga berilganda
Dünya cemaatinin diqqəti Xitayning mustamlikasi və irqiy qırğınçılığının qanunlaşdırışıga mərkəzləşishi lazım. NBC Olimpik müsabiqəsini xəbər qilishda Xitay bilan həmkarlaşmasligi lazım. Xitay Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Tibet, Hong Kong və başqa joylarda o'xshashi yo'q diktatura yurgizmoqda dedi. Erkin Tibet o'quvchilari harakatining direktori Pema Dolma torda e'lon qilingan tashviqot videosida NBC'ning 2022 yillik tanarkat musobaqasiga qatnashishini ayblab, hozirdan boshlab 2 oygacha NBC millionlagan dollar mablag' sarflab Beijing Olimpik tantarbiya musobaqasini jonlantirish orqali Xitoyning dunyodagi rahbarligini qonunlashtirmoqchi bo'lyotidi. NBC Xitoy Olimpik tantarbiya musobaqasi bilan hamkorlashmayla qolmay, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini qo'llaydi deyildi. Xitoy davlat taratqullarining dushanba kungi xabariga qaraganda, Xitoyning g'arbiy janubidagi Sichuan o'lkasida qattiq yomg'ir va kelkun sababidan 80 ming nafardan ortiq Xitoy tarqoqlashtirilgan. Juma kunidan yakshanba kunigacha yoqqan qattiq yomg'irdan keyin viloyatdagi asosliq daryolarning suv o'rni ogohlantirish saviyasidan yuqori ko'tarilgan. Dajo shahridagi bir suv ombiri kelkun chekidan 2 metr 200 santimetr eshib ketgan. Viloyatdagi 6 shaharda 440 mingdan ortiq odam kelkunning ta'siriga uchragan. Davlat markaziy televiziya stansiyasining shanba kundagi xabariga qaraganda, qattiq yomg'ir Sichuanda allaqachon 250 million yuan iqtisodiy ziyon keltirib chiqargan. 45 uy vayron bo'lgan. 118 odam ig'ir yaralangan. Bir millatning eng muhim ehtiyoji, qimmatlik narsasi mustaqillikdan iborat. Mustaqillik oksigen, suv, nondek muhim. Boshqalarning bo'yin turqi ostida yashashdan o'limni afzal ko'rmagan millat e'tibori yo'q bir millat. Tirishmagan, o'rganmagan, kurash qilmagan millat asirlikka, xo'rliqqa mahkum. Boshqalar tarafidan chetga qiqilmaslikning birdan-bir yo'li mustaqillikdir. Mustaqillikning asosi millatning irodasi va kuchiga bog'liq. Mustaqillikqa kurash qilish orqali yetkili bo'ladi. Birlik tanlash bor. Ya mustaqillik, ya o'lim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.